Hammaga salom, menga Dunyo oilasi. Bugun sizlar bilan Jangchilar yuqori maktabi mangasining birinchi qismini ko'ramiz. Video boshlanishidan oldin kichik bir ma'lumot. Ushbu manganing saytimizda 5 ta videosi chiqqan. 45 ta bobi esa o'zbek tiliga to'liq tarjima qilingan. Xohlasangiz saytimizga kirib videolarni maza qilib tomosha qilishingiz yoki mangasni to'liq o'qishingiz mumkin. Qisqasi shunaqa. Endi yana bir narsani aytib o'tay. Bu safar sizlardan like bosinglar deb so'ramayman. Shunchaki ko'proq aktiv bo'linglar. Aktivlikni bilishning oson yo'li. Saytimizga kirib, video ostidagi izohlar bo'limiga o'z fikringizni yozib qoldiring. Bo'ldi. Agar aktivlik yaxshi bo'lsa, ikkinchi qismi tezroq chiqadi. Bu sizlarning qo'lingizda. Qolgan videolarni ham kerakli like va izohlar yig'ilsa chiqaraman. Yana bir narsani aytib o'taman do'stlar. Bu mangadagi sehrli kuchlar va boshqa narsalar shunchaki to'qima. Haqiqiy kuch esa faqat Allohdan. Unda ko'p cho'zmayman. Maza qilib tomosha qilamiz. Ketdik. Bir guruh o'quvchilar maktabda o'tirganida yonlaridan harbiy yuk mashinalari o'tib ketdi. Mashinalarda boshqa o'quvchilar ham bor edi. Qizlar mashinada ketayotgan kelishgan yigitlarni ko'rib, darrov ularga mahliyo bo'lishdi. Boshqa yigitlar esa ularning hech qanday zo'ri yo'qligini, shunchaki maxsus jangchilar maktabida o'qiydigan bolalar ekanini aytib, norozi bo'lishdi. Keyin voqealar o'tmishga qaytdi. Odamlar odatdagidek zerikarli hayot kechirayotgan paytda dunyo kutilmaganda fantastik voqeaga duch keldi. Osmonda portallar ochilib, ulardan o'nlab ajdarlar yerga tushib keldi. Ilgari faqat anime va filmlarda uchraydigan bunday manzara birdan shahar o'rtasida yuz berdi. Qo'rquvdan hamma qotib qoldi. Keyinchalik olimlar yerga juda o'xshash boshqa sayyora mavjudligini aniqlashdi. U portlab ketgani sababli uning borligi ma'lum bo'lgan edi. Ammo o'sha la'nati sayyora o'zining kosmik chiqindilarini yerga yog'dirib yubordi. Ulkan meteorit bo'laklari sayyoramizga qulab, odamlarning orzularini dahshatli tushga aylantirdi. Chunki ular qayerga tushsa, o'sha boshqa dunyoning g'alati tabiati shu yerda ham tarqala boshlardi. Oradan ko'p o'tmay yana portallar ochilib, har tomondan dahshatli mahluqlar chiqib kela boshladi. Yer yuzining 17% ulkan xavfli hududga aylandi. Insoniyat nazoratni yo'qotib, oddiy odamlar bu mahluqlarga qarshi hech narsa qila olmay qoldi. Qo'rqqan bir askar yashirinib, shoxli kal maxluq yolg'iz o'zi uning butun guruhini yo'q qilganini ko'rdi. U nima bo'layotganini anglagach, maxluq og'zini ochib, dahshatli tishlarini ko'rsatdi. Askarlar barcha qurollari bilan o'q uzishdi, ammo uning terisi po'latdan ham qattiq edi. Afsuski, yosh askarning taqdiri ham og'ir edi. Ammo askarning tanasi maxluqnikidek mustahkam emas edi. Uning qorniga tushgan bitta zarba uni devorga uloqtirib yubordi. Beton devor ham, askarning suyaklari ham chil-chil bo'ldi. Odamlarning bu maxluqlarga qarshi imkoniyati deyarli yo'q edi. Agar kuch darajalari mavjud bo'lganida, askarning kuchi zo'rg'a D darajasiga yetardi. Maxluq esa kamida B darajasida edi. Shunga qaramay askar o'rnidan turib o'limini kutdi. Maxluq uning ustiga kelib, oxirgi zarbani berishga tayyorlandi. Ammo aynan shu paytda nimadir o'zgardi. Askar tanasida g'alati kuch uyg'onganini his qildi. Portlab ketgan sayyoraning ta'siri tufayli inson tanasining tabiiy chegaralari buzila boshladi. Uni cheklab turgan kishanlar uzilgandek edi. U birdan maxluqning qo'lidan ushlab, bitta jangovar harakat bilan uning suyaklarini sindirib tashladi. O'sha voqea insoniyat tarixidagi birinchi uyg'onish holati sifatida qayd etildi. Nihoyat odamlar bosqinchilarga qarshish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu hodisa yer yuzidagi barcha insonlarga ta'sir qilgan bo'lsa-da, uyg'ongan kuchlar har kimda turlicha edi. Ba'zilar yangi qobiliyatlarni mashq qilib, yanada kuchaytirishni tanladi. Boshqalar esa bunday kuchni ishlatishga arziydigan maqsad topishga harakat qilishdi. Shu payt osmonda yana portal ochildi va undan shoxli jinlarning ulkan guruhi yerga bostirib keldi. Ammo bu safar ularning sardori kutilmagan manzarani ko'rdi. Portal oldida qurollangan va jangga tayyor butun bir insonlar armiyasi turardi. Ular yangi kuchlari yordamida xavfli hududlar va zindonlarni qaytarib olish uchun kurashishni tanlashgandi. Endi ular sarguzashtchilar deb atalardi. Portal oldida insonlar va shoxli jinlar o'rtasida shiddatli jang boshlandi. Ularning safida birinchi maxluqni mag'lub etgan o'sha askar ham bor edi. Bu to'qnashuv zindonlar davri va sarguzashtchilar paydo bo'lishining boshlanishi bo'ldi. Ikki tur o'rtasida ulkan urush boshlandi. Shiddatli jangdan keyin faqat bir nechta inson ritsarlari tirik qoldi va butun dunyo ularning jasoratini olqishladi. Ayniqsa birinchi bo'lib kuchi uyg'ongan va maxluqlarga qarshi kurashgan askar ko'pchilikka ilhom berdi. Ko'p o'tmay butun dunyoda sarguzashtchilarni tayyorlaydigan tashkilotlar ochila boshladi.
Janubiy Koreyada esa so'nggi 25 yil davomida eng kuchli sarguzashtchilarni yetishtirib kelayotgan o'smirlar maktabi alohida ajralib turardi. Bu joy butun dunyoga jangchilar yuqori maktabi nomi bilan mashhur edi. Hozirgi vaqtga qaytsak, ikki do'st suhbatlashayotganda, ulardan biri jangchilar yuqori maktabi haqida gap boshladi. Ular hatto o'quvchilarga zindonlar ichida aslida nimalar sodir bo'lishini ham aytib berishardi. Qora sochli yigit, agar kimdir zindonda o'lib qolsa nima bo'lishini so'radi. Do'sti esa kulib, ularning o'ziga ishonchi bejiz emasligini aytdi. Jangchilar yuqori maktabga kirish uchun avval juda qiyin sinovdan o'tish kerak edi. Ammo u gapini davom ettirishdan oldin yaqin atrofdagi qizlarning hayqirig'i e'tiborini tortdi. Qizlar kimningdir nihoyatda chiroyli ekanini aytib, unga mahliyo bo'lishgandi. Sariq sochli, katta quloqli yarim elf yigit esa ularning maqtovlarini xotirjam tinglab o'tirardi. Do'stlar hayron bo'lib qarashdi. Ulardan biri bu yigit doim televizorda chiqishini aytdi. Uning ismi Choy edi. Otasi afsonaviy sarguzashtchi, onasi esa elf edi. Mishmishlarga ko'ra, u kelajakda eng yuqori darajadagi sarguzashtchiga aylanish kutilayotgan daho edi. Choy qizlarga qarab, maftunkor tabassum qildi. Bu tabassum qizlarni yanada hayajonga soldi. Ma'lum bo'lishicha, Choy allaqachon zindonga 14 marta kirib chiqqan ekan. Bu qora sochli yigitning jahli chiqishiga sabab bo'ldi. U Choy unchalik ham zo'r emasligini aytdi. Do'sti esa uni shunchaki hasad qilayotganlikda ayblab, mazax qildi. Ikki yigit hazillashib tortishayotganida boshqa bir do'sti kelib, ularni birga aylanishga chaqirdi. Ammo qora sochli yigitning ismi Jaryong edi va u bu safar bormasligini aytdi. Do'sti imtihonlar tugagach bunchalik jiddiy bo'lmaslikni, birga borishni so'radi. Shu payt uchinchi do'sti uni qornidan turtib, Jaryong bormoqchi bo'lmasa mayli dedi. Jaryong telefonidan ko'z uzmay do'stlariga rahmat aytib xayrlashdi. Sochining bir qismi bo'yalgan yigit esa do'stiga keyingi safar sezgirroq bo'lish kerakligini aytdi. Axir Jaryong nega bunday qilayotganini bilmasmidi? O'tmishga qaytsak, Jaryong kasalxona karavotida yotgan keksa kishining yonida o'tirardi. Hozirgi vaqtga qaytgach, u shahar ko'chalarida ketayotib telefoniga qaradi va bu oy uchun kasalxona to'lovlarini hali to'lamaganini eslatuvchi xabarni ko'rdi. Oradan ko'p o'tmay boshlig'idan ham yangi bildirishnoma keldi. Yangi ish tushgan va uni darhol boshlash kerak edi. Shu payt muxlislariga qo'l silkitib turgan Diev birdan nimanidir sezdi. U Jaryong tomonga qarab, ichida g'alati tuyg'u paydo bo'lganini his qildi. Jangchilar yuqori maktabida o'qiydigan do'sti Jaryong unga biror narsa qilganmi deb so'radi. Ammo Diev yo'q dedi. U uzoqlashib ketayotgan Jaryongning ortidan qarab, balki sezgilari uni aldayotgandir deb o'yladi va buni unutdi. Jaryong esa ishni yomon ko'rib, ko'chada o'zicha norozi bo'lib ketardi. Jaryong tashlandiq metro bekatiga yetib keldi. Kirish joyini to'sib turgan ogohlantiruvchi lentadan o'tib, zinadan pastga, qorong'ilik ichiga tushdi. U yerda uni nima kutayotganini bilmasdi. Jaryongning oppoq sochli boshlig'i Juan yonidagi kostyum kiygan kal odamni tanishtirdi. U Jaryong ishlashi kerak bo'lgan yangi mijoz edi. Qora sochli yigit muloyimlik bilan tanishgandan xursandligini aytdi. Ammo kal odam uning salomiga javob bermadi. U darrov Juanga qarab, "Eng yaxshi xodimingni olib kelaman deganding, ammo bu yerga qandaydir bolani olib kelibsan" dedi. Shunda Im xotirjamlik bilan Jaryong haqiqatdan ham ulardagi eng yaxshi xodim ekanini aytdi. Kal odam bunga ishonmay, Juan uni havaskorlar bilan aldamoqchi ekanini aytib janjallasha boshladi. Vaziyat tobora taranglashayotgan bo'lsa ham, Juan va Jaryong o'z pozitsiyasida qat'iy turishdi. Juan mijozning behuda qo'pol gapirayotganini aytdi, ammo kostyumdagi kal odam yon berishni istamadi. U haqiqatdan ham malakali odamni chaqirishlarini talab qilib, agar Juan munosib kishini topib bermasa, ikkalasini ham pushaymon qilishni tahdid qildi. Shu payt Jaryon mijozning orqasida turgan bahaybat gavdali tansoqchiga qarab, uning sarguzashtchimi yoki yo'qligini so'radi. Keyin kulib, fikrini o'zgartirdi. U avval sarguzashtchi bo'lgan, endi esa nafaqaga chiqib, bir cholning ortidan yurib buyruqlarni bajarayotganga o'xshardi. Kal odam Jaryonning bu qadar dadilligidan hayratda qoldi. Ammo javob qaytarishdan oldin tansoqchi oldinga chiqdi. U gaplashishdan foyda yo'qligini aytib, Juan va Jaryonga saboq berish uchun ikkalasining ham qo'l yoki oyog'ini sindirishni tahdid qildi. Kal odam esa buni eshitib, mamnun bo'lib jilmaydi. Kal odam tansoqchisiga bolani ushlashni buyurib, agar ular jon saqlash uchun yolvormasa, shu xonaning o'zida o'lishlarini aytdi. Jaryon esa qo'rqayotgandek rol o'ynab, yordam so'radi va endi nima qilishni bilmayotgandek ko'rindi. Ammo keyingi lahzada uning holati butunlay o'zgardi.
Tanasi atrofida ko'k aura paydo bo'lib, u sovuqqonlik bilan yolvorishni bilmasligini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, jarayon hech kimga aytmasdan zindonga noqonuniy tarzda 371 marta qaytib kirgan ekan. Shundan so'ng zindon kontrabandasi qanday ishlashi tushuntirildi. Oddiy sarguzashtchilar insoniyat omon qolishi uchun zindonlarga kirib, maxluqlarni ovlashadi. Zindon tozalangach, ichidan nihoyatda qimmatli va hatto inson aqli tushunmaydigan kuchga ega xazinalar topiladi. Ammo tashqariga chiqishdan oldin barcha xazinalar hukumat tekshiruviga topshirilishi shart edi. Chunki ular nazoratsiz qolsa, bu artefaktlar noto'g'ri odamlarning qo'liga tushsa, tasavvur qilib bo'lmaydigan vayronagarchiliklarga sabab bo'lishi mumkin edi. Sarguzashtchilar uyushmasi har bir buyumni ro'yxatdan o'tkazib, tekshirishi va uning qiymatiga qarab katta to'lov olish kerak edi. Ammo ba'zi sarguzashtchilar ochko'zlik qilib, bu tizimni chetlab o'tishga urinardi. Ular xazinalarni yashirincha olib chiqib, to'lovlardan qochish uchun noqonuniy sotishardi. Bunday kuchli buyumlar nazoratsiz qolsa, jamiyat uchun katta xavf tug'dirardi. Hukumat esa fuqarolarni ko'rgan har qanday kontrabanda haqida xabar berishga chaqirdi. Voqeaga qaytsak, sobiq sarguzashtchi bilan jarayon o'rtasidagi jang boshlanish arafasida edi. Juan hech narsadan xavotirlanmay, xotirjam sigaret yoqdi. Kal mijoz esa uning bunchalik xotirjamligiga hayron bo'lib qarardi. Ikki raqib bir-biriga qarama-qarshi turgan paytda, kal odam Juandan rostdan ham bunga yo'l qo'ymoqchimi deb so'radi. Juan esa qoshini ko'tarib, shuncha shovqin ko'targandan keyin, endi qo'rqib qolganmi deb javob berdi. Kal odam jahli chiqib, aksincha, ular qo'rqishi kerakligini aytdi. Uning tushuntirishicha, bahaybat pilgi jarohati sabab nafaqaga chiqmagan, balki o'z jamoadoshlariga hujum qilgani uchun sarguzashtchilar safidan chiqarilgan edi. Bu safar ham u hech kimga rahm qilmasdi. Buni eshitgan jarayon qo'rqayotgandek qilib, naqadar dahshatli ekanini masxara qildi va pilgini ochiqchasiga jinoyatchi deb atadi. Pilgi esa o'ldirgan odami uni ortga tortayotgan arzimas kishi bo'lganini, shuning uchun undan qutulganini maqtanib aytdi. Jarayon kulib, uni ham xuddi shunday foydasiz odam ekanini aytdi. Axir pilgi ham o'zining ahmoqona harakatlari tufayli hamma narsasidan ayrilgan edi. Jarayon yana gapirmoqchi bo'lganida, pilgi birdan oldinga tashlanib, jarayonning yuziga musht tushirishga urindi. Ammo mushti yetgan zahoti u qotib qoldi. Ko'zlari kattalashib, nimadir juda noto'g'ri ekanini tushundi. Jarayon shunchaki boshini yon tomonga burib, zarbadan qochib ketgan edi. Yigit esa bunday hujum qilish juda qo'pollik ekanini aytdi. Pilgi jahli chiqib, tanasi atrofida yashil aura paydo bo'ldi. Keyin u jarayonni butunlay tugatish uchun yana hujumga tashlandi. Raqibini masxara qilish uchun jarayon unga hujum qilishayotgan ekan, javoban tepib qo'yishini aytdi. U sakrab, oyog'i bilan pilgining jag'iga kuchli zarba berdi. Zarba butun tanasini larzaga keltirib, pilgini gangitib qo'ydi. U hozirgina nima sodir bo'lganini anglashga urinardi. Jarayonning boshlig'i Juan xotirjam turardi. Kal odam esa jarayonning tezligidan hayratga tushdi. Jarayon yana bir bor Juan o'zi bilgan eng mohir odamni olib kelganini aytdi. Pilgi esa jag'iga tekkan tepkining zarbasidan hali ham hayratda edi. Jarayon uni masxara qilib, tashqi ko'rinishiga qaraganda pilgi ancha baquvvatroq bo'ladi deb kutganini aytdi. Juan esa pilgi shu paytgacha jarayonni oddiy bola deb o'ylab kelganini aytdi. Ammo uning reflekslari va jag'iga bergan zarbasi allaqachon professional darajaga yetgan edi. Jarayon sobiq sarguzashtchi endi bu o'zi yuta olmaydigan jang ekanini tushunayotganga o'xshaydi dedi. Kal odam esa taslim bo'lmadi. Uning aytishicha, jarayon yaxshi jang qilgan, ammo bu shunchaki omadli zarba edi. Juan esa bahaybat pilgiga faqat achinish mumkinligini aytdi. G'azabga to'lgan pilgi ko'ylagini yechib, aurasini yanada kuchaytirdi. Juan unga qarab, uning haqiqiy tank ekanini aytdi. Uning yonida esa kal odam Juanning o'z qo'l ostidagi odamning qobiliyatini qanday bilganidan juda hayratda qoldi. Juan esa bunchalik hayron bo'lmaslik kerakligini aytdi. Bahaybat pilgi, jarayon qanday hiyla ishlatmasin, u baribir kontrabandachi ekanini va endi unga qiziq bir narsani ko'rsatishni aytdi. Shu zahoti uning tanasidagi tomirlar bo'rtib chiqib, yashil energiya to'play boshladi. Jarayon esa uyg'onish hodisasidan keyin odamlar o'zlarining tabiiy chegaralaridan ham yuqori qobiliyatlarga ega bo'la boshlaganini tushuntirdi. Ammo har bir insonning iste'dodi va qobiliyati turlicha edi. Shuning uchun ularning yashirin kuchlari ham har xil shaklda uyg'onardi.
Sarguzashtchilar o'z qobiliyatlariga mos maxsus mashqlar o'tkazib, o'zlariga jangdagi rollarni tanlashardi. Do'stlar, birozgina vaqtingizni olaman. Ko'rib turganingiz mangadunyo.uz saytimiz. Biz bu sayt orqali O'zbekistonda manga, manhva va manhvolarni yanada ommalashtirish, ularni sizlarga sifatli o'zbek tilida yetkazish uchun harakat qilib kelmoqdamiz. Yaqinda saytimizda katta yangilanish qildik. Endi bu yerda mangalarni video formatida ham tomosha qilishingiz mumkin. Hozir tomosha qilayotgan mangangizni 4 ta qismi saytimizga joylangan. Saytdagi tanga tizimi orqali ularni xarid qilib, bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Sizning har bir tanga xaridingiz bizga katta yordam beradi. Chunki bu mablag' orqali yanada ko'proq mangalarni o'zbek tiliga tarjima qilish, yangi videolar tayyorlash va bu yo'nalishni O'zbekistonda rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Agar sizga biror manga yoki manhva yoqsa va uni o'zbek tilida o'qishni yoki video shaklida ko'rishni xohlasangiz, bizga buyurtma berishingiz mumkin. Shunchaki Telegram orqali biz bilan bog'laning. Siz xohlagan mangani o'zbek tiliga tarjima qilib beramiz yoki uni video shaklida o'zbek tilida ovozlashtirib tayyorlaymiz. Agar shunchaki bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, Telegram orqali aloqaga chiqib, donat qilishingiz ham mumkin. Sizning bu yordamingiz orqali O'zbekistonda manga rivojiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Biz esa jamoamiz bilan yanada ko'proq mangalarni o'zbek tilida sifatli tayyorlashda davom etamiz. Sizning har bir qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun yangi asarlar, yangi tarjimalar va yangi videolar degani. Batafsil ma'lumot uchun Telegram orqali biz bilan bog'laning. Xo'sh do'stlar, endi ko'p ushlab turmaymiz. Videoni davom ettiramiz. Mazza qilib tomosha qiling. Raqibiga qaragan Jaryon ana shunday rollardan biri tank deb atalishini aytdi. Turli texnikalar yordamida o'z ko'rsatkichlarini kuchaytirib, tanasini yanada baquvvat va mushakdor holatga keltirdi. Tank bu zindondagi xavflardan jamoadoshlarini himoya qiladigan jangchi roli edi. Bunday sarguzashtchi oldingi safda turib, barcha maxluqlarga yuzma-yuz qarshi chiqardi. U chekina ham, qo'rquvini ham ko'rsata olmasdi. Tanasini chegarasigacha chiniqtirgan tanklar hatto ayrim o'qlarni ham sezmasligi mumkin edi. Yuqori darajadagi tanklar esa kuchli o'q yomg'iri va hatto raketa zarbalariga ham bardosh berib, jamoa uchun tirik qalqonga aylanishardi. Raqibining o'zgarishini kuzatgan Jaryon uning kuchli ekanini tan oldi va Pilgi haqiqatan ham sarguzashtchi ekanini aytdi. Barcha kuchaytirishlarni ishga tushirgan Pilgi ikki qo'li bilan Jaryonga tashlandi. Jaryon zarbadan zo'rg'a qochdi. Ammo yer bunchalik omadli emas edi. Kuchli zarba metropolini butunlay parchalab tashladi. Jaryon ham qo'lidagi temir bilan oldinga tashlandi. Tankning eng katta zaifligi butun kuchini bitta aniq nuqtaga jamlay oladigan jangchi edi. Aynan shu paytda Jaryon qo'lbola qurolidan foydalanib, raqibiga zarba berishga tayyorlandi. DPS, ya'ni katta zarar yetkazishga ixtisoslashgan jangchi tankning asosiy zaifligi hisoblanardi. Shuni aytib, Jaryon temir bilan Pilgining jag'iga bor kuchi bilan urdi. Zarba paytida kuchli energiya to'lqini orqaga otilib chiqdi. Sobiq sarguzashtchi og'zidan qon tupurib, zarbadan deyarli hushini yo'qotdi. Juan esa xotirjam turardi. Kal odam esa ko'z oldida nima sodir bo'lganini tushunmay hayratda qoldi. Pilgi orqaga qulab, bir necha soniyaga hushidan ketdi. Ammo tezda o'ziga keldi. Og'zi qonga to'lgan Pilgi Jaryondan bunday kesuvchi zarbani qayerdan o'rganganini so'radi. Jaryon esa uning nima haqida gapirayotganini tushunmay qoldi. Jaryon tank qo'yayotgan bunday ochiq tuzoqqa tushadigan ahmoq emasligini aytdi. Pilgidan taralayotgan kuchni kuzatgan Jaryonning boshlig'i Juan uning sarguzashtchi sifatidagi kuchi yomon emasligini tan oldi. Pilgining jismoniy kuchi deyarli yuk mashinasi darajasida edi. Oddiy odam bunday zarbaga uchrasa, tanasidagi barcha suyaklari maydalanib ketardi. Ammo Juan o'z hududida yana vayronagarchilik bo'lishini istamasdi. Shuning uchun u Jaryonga jangni tezroq tugatishni buyurdi. Aks holda yana biror narsa sinsa, barcha zararni Jaryon to'lashi kerak edi. Jaryon boshqa iloji qolmayotganini tushundi. Pilgi esa mag'rur qiyofasini saqlab, Juanning nima bo'layotganini tushunmayotganini aytdi. Uning fikricha, Jaryonning oddiy hiylalari professional sarguzashtchining usullariga tenglasha olmasdi. Ammo Jaryon unga e'tibor bermay, yon tomonga qaradi va hammasi joyida ekanini aytdi. Jaryon yonida mustahkam metal to'sin borligini payqab, darhol qo'lini unga qo'ydi. Pilgi uning bu harakatini tushunmay, yigit bu temir bilan nima qilmoqchi ekaniga hayron bo'ldi. Jaryon esa qo'lidagi temirni sinchiklab ko'zdan kechirib, undan foydalanish mumkinligini tushundi va bu hech bo'lmasa yetarli bo'lish kerakligini aytdi.
Shu payt pilgi uning chalg'iganidan foydalanib, yana hujumga tashlandi. U shu qadar g'azablangan ediki, tishlarini qattiq g'ijirlatib, tanasidan aura otilib chiqardi. Jarayon tanklarning ulkan chidamliligi sabab ko'pchilik ularni yengib bo'lmaydigan jangchilar deb hisoblashni aytdi. Ammo aslida unday emas edi. Ularning juda aniq zaif nuqtasi va tabiiy dushmani bor edi. Shu payt Juan kal odamga jang hali tugamaganini aytdi. Pilgi esa butunlay g'azabga to'lib, raqibini tugatish niyatida yana oldinga otilib bordi. Ammo Jarayon bu safar ortga chekinmadi. Jarayon ham qo'lidagi temir bilan oldinga tashlandi. Tankning eng katta zaifligi butun kuchini bitta aniq nuqtaga jamlay oladigan jangchi edi. Aynan shu paytda Jarayon qo'lbola qurolidan foydalanib, raqibiga zarba berishga tayyorlandi. DPS, ya'ni katta zarar yetkazishga ixtisoslashgan jangchi tankning asosiy zaifligi hisoblanardi. Shuni aytib, Jarayon temir bilan pilgining jag'iga bor kuchi bilan urdi. Zarba paytida kuchli energiya to'lqini orqaga otilib chiqdi. Sobiq sarguzashtchi og'zidan qon tupurib, zarbadan deyarli hushini yo'qotdi. Juan esa xotirjam turardi. Kal odam esa ko'z oldida nima sodir bo'lganini tushunmay hayratda qoldi. Pilgi orqaga qulab, bir necha soniyaga hushidan ketdi. Ammo tezda o'ziga keldi. Og'zi qonga to'lgan Pilgi Jarayondan bunday kesuvchi zarbani qayerdan o'rganganini so'radi. Jarayon esa uning nima haqida gapirayotganini tushunmay qoldi. Jarayon Pilgining nima deb o'ylayotganini bilmasligini, ammo uning aniq adashayotganini aytdi. Shunga qaramay, ichida Pilgi butunlay noto'g'ri bo'lmasligi mumkinligini ham o'yladi. Balki u ilgari kimnidir ko'rgan va shu sabab Jarayonning jang uslubini tanigandir. Bu odam Jarayonning otasi edi. U butun dunyoga mashhur bo'lgan va bir vaqtlar nihoyatda kuchli sarguzashtchi sifatida tanilgan. Shundan so'ng Jarayon o'z o'tmishini eslay boshladi. Bolaligida u uyining yo'laklaridan yurib, otasi haqida o'ylardi. Uning nazarida otasi dunyodagi eng buyuk sarguzashtchi edi va u otasi bilan faxrlanardi. Jarayonning eng sevimli mashg'uloti hovlida otasining mashq qilishini tomosha qilish edi. Bu faqat uning otasi bo'lgani uchun emasdi. U rostdan ham nihoyatda kuchli edi. Aynan u ilgari ko'rganimiz, ilk bor uyg'onib, maxluqlardan birini yenggan birinchi inson edi. O'tmishga qaytib, Seung birinchi avlod qahramonlaridan biri ekani tushuntiriladi. Ular ilk sarguzashtchilar deb atalardi. O'sha davrni o'z ko'zi bilan ko'rmaganlar uchun birinchi avlod tarixi buyuk afsonadek tuyulardi. Ammo o'sha paytdagi sarguzashtchilar uchun bu haqiqiy do'zax edi. Ular har kuni jang qilib, son-sanoqsiz odamlarning o'limiga guvoh bo'lishardi. Eng katta muammo esa zindonlar haqida deyarli hech qanday ma'lumot yo'qligi edi. Ularning qanday joy ekani yoki ichida qanday maxluqlar yashashi noma'lum bo'lib, tadqiqotlarni yanada qiyinlashtirardi. O'tmishda Seung sherigi bilan ulkan qurtga o'xshash maxluqqa qarshi jangga tayyorlanayotgani ko'rsatiladi. Hozirgi kunda oson yengiladigan deb hisoblangan maxluqlar ham o'sha davr sarguzashtchilari uchun nihoyatda xavfli raqib edi. Jarayonning otasi duch kelgan maxluq esa Gakamulet deb atalardi. Gakamulet birdan yashil suyuqlik purkay boshladi va u Seungning sherigiga tegdi. Seung zarbadan zo'rg'a qochib qutuldi. Ammo yon tomonga qaraganda sherigining tanasi maxluq hujumi ta'sirida erib ketayotganini ko'rdi. O'sha davrdagi sarguzashtchilar uchun har qanday maxluq noma'lum ofat edi. Ular qanday kuchga ega ekanini hech kim bilmasdi va bitta xato hayot bilan tugashi mumkin edi. Sherigining halok bo'lganini ko'rgan Yusum qattiq g'azablanib, maxluqqa nayzasi bilan zarba berdi. Ammo o'sha paytda ularda maxluqlarga qarshi kurashish haqida deyarli hech qanday ma'lumot yo'q edi. Zarba bergach, Seung ko'rishni istamagan narsani tushundi. Uning titan qochishmasidan yasalgan nayzasi ham maxluq purkagan yashil suyuqlikka bardosh bera olmadi. Shu sabab birinchi avlod sarguzashtchilari hayotini xavf ostiga qo'yib, sinov va xatolar orqali zindonlar haqida ma'lumot to'plashardi. O'tmishga qaytsak, Seung ulkan qurtga o'xshash maxluq tomon tashlandi. Yerosti zindoniga tez orada boshqa sarguzashtchilar ham yordam uchun yetib kelishdi. 3 nafar yosh sarguzashtchi u yerdagi manzarani ko'rib, dahshatdan qotib qolishdi. Atrofda ko'plab odamlarning tanasi erib ketgan, ammo ularning orasida faqat Seung tik turardi. U qo'lida bor narsalar bilan jang qilib, maxluqni mag'lub etishga muvaffaq bo'lgan edi. Omon qolganlar o'z tajribasi va yutuqlarini keyingi avlodga qoldirishdi. Insoniyat uchun qilgan xizmatlari tufayli ular qahramon deb tan olindi. Seung uzoq yillar davomida turli maxluqlar va noma'lum mavjudotlarga qarshi kurashdi.
Vaqt o'tib u yanada kuchli jangchi va haqiqiy qahramonga aylandi. Ko'p yillik sarguzashtlardan so'ng unga Ajdarlar ovchisi degan laqab berildi. Bu unvonni u ajdarni yenggan ilk inson bo'lgani uchun olgan edi. Bu xabarni ko'rgan odamlar hayrat va shokka tushishdi. Syung Osiyodagi eng kuchli sarguzashtchi sifatida tan olindi. Ammo u oddiy inson, Jaryongning otasi ham edi. Jaryong otasini juda hurmat qilardi. U otasining nayza bilan mashq qilayotganini esladi. Har bir harakatida ulkan kuch va aura sezilib, atrofda kuchli shamol paydo bo'lardi. Jaryong dunyodagi hammadan ko'ra otasini yengilmas deb bilardi. Ammo bir kuni u hayotini o'zgartirib yuborgan dahshatli manzarani ko'rdi. Jismonan eng kuchli davrida mashq qilayotgan otasi birdan qon yo'tala boshladi. Bolakay Jaryong darhol otasi tomon yugurdi, ammo u o'g'liga yaqinlashmaslikni buyurdi. Shifokorlar uning kuchsizlanishi va ahvoli keskin yomonlashishiga zaharlanish sabab bo'lganini aytishdi. Jaryong esa otasini shu holatda ko'rib, ko'z yoshlarini to'xtata olmadi. Kasalxonada Jaryong otasining zaharlanishi haqida bilib oldi. Otasi zindonlarni o'rganish paytida o'limga olib keladigan zaharga duch kelgan va zahar uning tanasiga tarqalgan edi. U avvalgidek bu muammoni ham yengishga urinib, oxirigacha kurashdi. Ammo o'nlab yillar davomida o'zini haddan tashqari zo'riqtirgani sabab tanasi chegarasiga yetib qolgan edi. Hatto birinchi Ajdarlar ovchisi ham bunga bardosh bera olmadi. U zaiflashgan paytda hayotini ishonib topshirgan hamkasblari uning oldiga kelib, bir nechta hujjatlarni imzolashni so'rashdi. Aslida ular uning ojiz holatidan foydalanib, mol-mulki va mehnati evaziga topgan narsalarni tortib olishmoqchi edi. U yillar davomida kasallikdan tashqari ruhiy va jismoniy azob ham chekdi. U butun hayoti davomida faqat xato qilganini va qilgan ishlari hech qachon qadrlanmaganini o'ylardi. Oradan yillar o'tdi va Jaryong o'smir yoshga yetganida ham Jaryong otasini kasalxona karavotida o'tirgan holda ko'rdi. Uning tanasi juda zaiflashib ketgan edi. Oradan yillar o'tib, dunyo Ajdarlar ovchisi Syungni asta-sekin unutdi va u qahramon sifatidagi mavqeini ham yo'qotdi. U bor narsasidan ayrilib, tibbiyot davolay olmaydigan zahar bilan yashashga majbur bo'ldi. Oxir-oqibat unga qolgan yagona narsa unutilgan sarguzashtchi degan nom edi. So'ng voqea pulgini mag'lub etgan Jaryonga qaytdi. U raqibiga bir qarab, ortiga o'girildi va chiqish tomon yurdi. Pulgi nimadir demoqchi bo'ldi, ammo Jaryong o'tgan xotiralarni eslab qattiq jahli chiqdi. Qo'lidagi temirni uloqtirib, tashqariga qarab ketdi. Kal odam esa ko'rganlardan hanuz hayratda edi. U pulgini eng kuchli odami deb bilardi. Juan esa hammasi yaxshi yakunlanganini aytdi. Ammo mijoz bunga hali ham ishona olmay turardi. Kal odam sherigi Pilgining qanday qilib oddiy bolaga yutqazganiga hanuz ishona olmasdi. Ammo Jaryongning boshlig'i Juan, ehtimol bahaybat yigit unchalik yaxshi sarguzashtchi bo'lmagani uchun shunday bo'lganini aytdi. Jaryong ham gapga aralashib, Pilgining o'z jamoadoshlarini urgani bilan maqtangani, uning aslida naqadar kuchsiz ekanini ko'rsatishni aytdi. Kal odamning yonidan o'tib ketayotib, yaxshi sarguzashtchi faqat ikki sabab bilan faoliyatini tugatishni tushuntirdi. Yoki tanasi butunlay ishdan chiqib, endi zindonlarni o'rgana olmay qoladi. Yoki zindon ichida maxluqlar bilan jangda halok bo'lib, qaytib chiqmaydi. Jaryong kurtkasini kiyib, Pilgi eng kam maoshdan ko'proq olayotgan bo'lsa, uni ishdan bo'shatishni maslahat berdi. Shu payt Juan mijozning oldiga borib, yuz bergan voqea uchun uzr so'radi va endi ish haqi 2 baravar bo'lishini aytdi. Kostyumdagi kal odam e'tiroz bildirmoqchi edi, ammo ulgurmasidan Juan unga tahdidli nigoh bilan qaradi. U janjalni birinchi bo'lib Pilgi boshlaganini aytdi. Juan qo'shimcha qilib, o'zi va Jaryong tekin ishlamasligini eslatdi. Kal odam hozir yaxshi holatda emasligini tushunib, oxiri rozi bo'ldi va buning mayli ekanini aytdi. Mijozdan biroz ko'proq pul undirib olgach, Juan Jaryongni yoniga chaqirdi. U undan Imperial Wasp haqida eshitganmi deb so'radi. Jaryong suv ichayotgan edi. Bu gapni eshitishi bilan suvni purkab yubordi. Og'zini artib, ular o'sha maxluqqa qarshi jang qilishlari kerakmi deb so'radi. Chunki hatto uning uchun ham bu maxluq haddan tashqari xavfli edi. Juan Imperial Wasp nafaqat Koreyada, balki butun dunyodagi eng xavfli maxluqlardan biri ekanini tushuntirdi. Bir vaqtlar go'zal bo'lgan Yaoito shahri endi Imperial Waspning uyasiga aylangan edi. Yaoito endi Koreyadagi nihoyatda xavfli, maxluqlar hukmronlik qiladigan hududga aylangan edi. Bu joyning xavf darajasi juda yuqori edi. Hatto yuqori darajali sarguzashtchilar uchun ham Imperial Waspni yengish oson emasdi.
Bu maxluqlar hudud bo'ylab keng tarqalgan va ulardan bittasiga qarshi yolg'iz jang qilish deyarli o'z joniga qasd qilish bilan barobar edi. Ammo oq darajadagi sarguzashtchilar uchun bunday maxluqni yengish mumkin edi. Juan Kel odamdan olgan ma'lumotiga ko'ra, bir kun avval ommaga e'lon qilinmagan katta reyd bo'lganini aytdi. Hukumat armiyasi va 7 nafar oq darajadagi sarguzashtchi Imperial Wasp uyasiga bostirib kirish uchun maxsus guruh tuzgan edi. Jarayon 7 ta oq darajadagi sarguzashtchi yig'ilganini eshitib hayratga tushdi. Juan esa bu darajadagi jangchilar shu qadar mashhurki, hatto ikkitasi bir joyga yig'ilsa ham, OAV katta shov-shuv ko'tarishini aytdi. Ko'rinishidan ular dastlabki maqsadiga, ya'ni Imperial Waspni butunlay yo'q qilishga erisha olishmadi. Ammo sarguzashtchilar qirolicha arini ovlafdaq bo'lishdi. 7 kishidan biri Imperial Waspning Royal Jelly'sini o'g'irlab, hujum guruhidagi bo'ysunuvchisiga uni yashirincha olib chiqishni buyurdi. Jarayon Royal Jelly nima ekanini bilmay hayron qoldi. Juan tushuntirishicha, bu arilar yangi tug'ilgan qirolichaga beradigan maxsus ozuqa edi. Jarayon oq darajadagi sarguzashtchi nega bunday narsani yashirin olib chiqishni tushunmadi. Juan esa ilgari Royal Jelly insonlar dunyosiga olib chiqilganini va uning ma'lumotiga ko'ra, inson uni iste'mol qilsa, hatto o'limdan qaytishi mumkinligini aytdi. Bu gapni eshitgan Jarayon qattiq hayratga tushdi. Shu payt yer osti shahrida zindonlarga olib boruvchi barcha yo'llar qattiq nazorat qilinayotgani aytildi. Bu odam tashlandiq yo'laklar bo'ylab ma'lum bir joyga qarab yurarkan, bir gapni bir necha bor takrorlardi. Keyin uning Jarayonning boshlig'i Juan ekani ma'lum bo'ldi. U bu gaplarning haqiqat emasligini aytdi. Turli qizil belgilar tushirilgan darvozaga qarab, hukumat cheklovlarini aylanib o'tishning har doim yo'li borligini o'yladi. Qo'li atrofida ko'k aura paydo bo'lib, u darvozaga tegdi va sehrini undagi belgilar bilan birlashtira boshladi. Uning energiyasi darvoza energiyasi bilan reaksiyaga kirishib, butun joyni ulkan ko'k nur qopladi. Aurasi belgilar bilan qo'shilib, qizil belgilar asta-sekin yo'qola boshladi. Jarayon esa boshlig'ining ortida turardi. Juan har doim aytishini, lekin yana takrorlashini aytib, Jarayondan ehtiyot bo'lishini so'radi. So'ng bu ish avvalgilariga qaraganda ancha muammoli va qiyinroq bo'lishini aytdi. Negadir Jarayon butun vaqt davomida jim qoldi, faqat Juanning gaplarini tinglab turardi. Uning e'tiborini tortish uchun Juan sigaretidan chiqqan tutunni yigitning yuziga pufladi. Jarayon qo'li bilan tutunni tarqatib, boshlig'i nega birdan bunday qilganini so'radi. Juan esa uning xayoli boshqa joyda ekanini, topshiriqqa umuman e'tibor bermayotganini aytdi. So'ng Jarayon hali ham o'likni tiriltirishi mumkin bo'lgan dori haqida o'ylayotganini so'radi. Jarayon darvoza tomon yurib, bunday narsalarga ishonib bo'lmasligini aytdi. Ulkan darvozaga suyanib, hatto u tengi yo'q dori hisoblangan taqdirda ham otasining ahvolini davolay olmasligini o'yladi.